Dimlamani tog'asi. Ishimizni o'tin yoqib, farshga piyoz, tuz, qizil paprika, murch solib, yaxshilab aralashtirib olishdan boshlaymiz. Kartoshkamizni xuddi videoda ko'rsatilgandek ichini o'yib olamiz. O'yilgan kartoshkalarimizni ichiga xuddi videoda ko'rsatilgandek tayyor farshli massamizni solib, yog'iyla yaxshilab qizigan bo'lish kerak. Aytgancha bu ovqatni o'choqda emas, katta qozonda uyda gazda qilsanglar ham shunaqa mazali chiqadi. Nachinkali kartoshkalarimizni qizigan yog'da yaxshilab qizartirib, o'rtacha kattalikda bo'lgan karamimizni xuddi videoda ko'rsatilgandek ichlarini o'yib, ozgina tuz sepib, tok do'lmalarimizni terib, yog'iga solib, chetlariga kartoshka, ustidan qizil tomat bilan suv aralashmasini quyib, bolgarskiy, piyoz, pomidor, xullas uyda nima topsangiz, hammasini sovarsangiz ham shunaqangi mazali ovqat bo'ladi. Yana ustidan qizil tomat bilan suv aralashmasi, o'shanda shakar ham qo'shib yuborish esdan chiqmasin. Dungan qalampirlari bilan 40 minutga o'rta olovdan pastroq olovda dimlab qo'yamiz. To'xting, ishtahingiz ochilib ketdimi? Grechani bosib qo'ying, qaynam ko'tariladi. Iftorlik dasturxonida aynan flavisi anorli ichimligi bilan bo'lsa, yana ham mazaliroq. Bir marta bo'lsa ham tatib ko'rishinglar kerak. Hammalarga tavsiya qilib qolaman. Mazasiga gap bo'lishim qilmas olinglar.